Har bir xalq va millat ravnaqida xizmatlari katta bo'lgan buyuk siymolari, tarixiy shaxslari bo'ladi. Shu ma'noda o'zbek davlatchiligi rivojida o'ziga xos o'rin tutuvchi Amir Temur nomi millatimiz tarixida alohida o'rin egallaydi. Uning shaxsini idrok etish, xalqimiz tarixini idrok etish, uni ulug'lash, tarix qa'riga chuqur ildiz otgan tomirlarimiz, madaniyatimizga asoslanib, buyuk kelajagimizni mustahkamlash demakdir. Davlatchilik va diplomatiya, harbiy mahorat, bunyodkorlik salohiyati, ilmu fan, san'at va me'morchilikka oid qarashlar, dinu diyonat va adolatni joyiga qo'yish, saltanat ishlarini kengash asosida amalga oshirish, uzoqni ko'zlab, el manfaatini o'ylab ish tutish sohibqiron tafakkurining ta'sirchan jihatlaridan biri edi. Uning tajribamda ko'rilgan kim, azmi qat'iy, hushyor va tadbirkor bir kishi, minglab loqayd va tadbirsiz odamlardan yaxshiroqdir degan fikrlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Sohibqiron saltanat ishlarining 9 ulushini mashvarat, tadbir va kengash orqali, bir ulushini esa qilich bilan bajo keltirdim deydi. Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni yiqar degan iboralari esa kishini aql idrok, ilmu ma'ruf asosida